Dastur avvalida biz ta'kidlab o'tgan edik, bugun lirik xonanda O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Hamroqulovning tavallud topgan kuni va mana shu sana munosabati bilan marhum san'atkorni yodga olish uchun ularning shogirdlarini taklif etganmiz. Abdumajid Ergashev hamda Muhiddin Toshmirzayevlar bo'ladilar. Albatta, O'zbekiston san'at va madaniyat instituti Milliy qo'shiqchilik kafedrasi o'qituvchisi Muhiddin Toshmirzayev hamda ularning ijodiy hamkorlari Hasanboy aka, Nigmatov doirachilari. Assalomu alaykum, studiyamizga xush ko'rdik. Kayfiyatlar yaxshimi? Menimcha bugungi tong sizlar uchun o'zgacha, chunki o'sha ustozni yod etish, bu kunda ulardan olgan saboqlarni eslash, boshqa kunga nisbatan ko'proq ularga yuzlanish kuni deb o'ylaymiz. Marhamat, yurtdoshlar bilan salomlashib olsangiz avvalo. Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabinlar. Qolaversa, mana shu Nurafshon studiyasini xodimlari, ijodiy xodimlar sizlarga katta rahmat. Ustoz mana eslab bizni chaqirib, ularda xotiralab ko'rsatib olib borayotganlar uchun minnatdormiz. Salomat bo'linglar. Ijodiylarga muvaffaqiyat. Sizda ham erta tongdan qo'shni respublikadan yetib keldingiz, hatto yo'q demasdan bu albatta tahsingiz sazovor. Marhamat, erta tongda aytar so'zlar bo'lsa. Avvalo, assalomu alaykum hurmatli televizor orqali ko'rsatadigan muxlislarimiz. Avvalo, mana shu Nurafshon ijodkorlariga ham Allohdan mustahkam sog'lik tilaymiz. Avvalo, bizlarni shunchalik kamtarona san'atimizni hurmat qilib, shu yerga taklif qilgan ekansizlar. Avvalo, ustozimiz joylari jannatda bo'lsin. Mana bugun tavallud kunlari. Nima deyin, barcha yaxshiliklar shu oilasiga tilaymiz. Shulardan azizlar bo'lsa ham bizlar duo olib shogirdlik bo'lib yuribmiz. Alloh bizlarga ham shu ustozlarning yo'llarini bersin deymiz. Albatta, va aynan sizni kutib olish jarayonida bir savol bilan yuzlangan edim. O'sha bir necha kun oldin O'zbekistonga tashrif buyurdingizmi va ana undan so'ng kelyapsizmi desam, yo'q, hozir to'g'ri kelyapman. Nahotki suhbat uchun o'sha bir boshqa respublikaga kelib dasturda qatnashib, ana undan so'ng qaytib ketasizmi degan bir savol bilan yuzlandim. Ustoz haqida menga chaqiriq bo'lsa, men doim labbay deya yetib borishga tayyorman. Qachon bo'lsa ham, qanday ishim bo'lishidan qat'iy nazar chetga surgan holatda deb aytdilar. Sizga bo'lgan hurmatim va juda ham bir oshdi, samimiyligingizga ko'z tegmasin. Mana shunday ustozni yaxshi ko'rishingiz, hurmat qilishingiz bundanda yuqori bo'laversin deymiz va suhbatga kirishamiz. Xuddi shunday, baribir o'sha paytdagi ustoz shogird an'analari juda ham boshqacha bo'lgan, ustozlarga bo'lgan hurmat juda ham boshqacha bo'lgan va hozirgi sizning tashrifingiz ham bunda yaqqol misol bo'la oladi. Va o'sha ustozni eslaganimizda ular bizning o'sha milliy mumtoz kuy qo'shiqlarimizga, o'z umuman milliyligimizga juda ham katta ta'sir o'tkazganini aytishimiz mumkin, chunki ular o'sha jahon estrada musiqasi bilan, musiqa asboblari bilan milliy o'zimizning musiqa asboblarini birlashtira olgan inson sifatida har doim ulug'lanadi. Mana shu haqda aytib o'tsangiz, birinchi bo'lib ular shu yo'lni tutgan ekanlar, chunki o'sha sahnalarda estrada yo'nalishida kuylanadigan qo'shiqlar, asboblar boshqa yo'nalishda, o'zimizning milliyligimiz ham boshqa yo'nalishda bo'lgan ekan. Albatta, ustozimiz Nurafshon Hamroqulov, Alloh rahmat qilsin. Bu inson shu chet el instrumentlarini, ya'ni elektron musiqa asboblarini biz o'zimizning milliy qo'shiqchilik nimasiga olib kelganiga birga mujassam qilishdi, uyg'unlashtirib olganlar, lekin me'yorida. Juda ham me'yorida. Nihoyatda ehtiyot bo'lib, o'zbek milliy qo'shiqchiligiga buzmasdan sayqalib berganlar. Sayqal. Tushunyapsizmi? Shun unaqa ortiqcha ham emas. Nihoyatda insonlarga ham yoqadigan, ko'ngliga tegadiganligi, hozirgilarga mana estrada faqat shu tomonga o'tib qolishdi, faqat elektronika asboblar bilan aranjirovka qilishib, birato'la shu tomonga o'tib qolishdi-da. Yo'q, u inson bunaqa qilganlarki, sayqalib berib, shu yo'lida qilib, chiroyli qilib, hamohang olib borganlar. O'shuning uchun odamlarga ham yoqib tushgan, chiroyli maza qilasiz. Hozirgacha ham, mana keyinchalik ham o'sha paytdagi talablarga ham javob bergan, bundan keyin ham hozirgi davrda ham bemalol qo'llanilyapti mana shu. Qo'llanilyapti, talablarga ham javob bera oladigan shu qo'shiqlar bo'lgan. Shu ishlatgan uslublari, nimalari ortiqcha bo'lmaganda, me'yorida bo'lgan, nihoyatda odamlarga zavq berib, maza qiladigan bo'lganda. Shunaqa. Albatta, va o'sha
Abdumajid akamiz bilan dasturdan oldin, chunki ular vaqtli yetib keldilar, soat o'sha erta tongdan 6 da kelgan edilar. Suhbat qurish jarayonida har dasturga bir o'zgacha qo'shiqlarni tanlab olgan holda ishlab olib kelaman degan edilar. Bugun o'sha qaysi qo'shiqni eshitamiz, ham Olamni asraylik do'stlar qo'shig'ini ustida ish olib borganmiz, ijodiy jamoamiz bilan birgalikda degan edilar. Qo'shiqni tinglab olsakdan undan so'ng suhbatni davom ettirsak, maxsus mikrofonlarni sizga taqdim etaman. O'sha o'tirgan joyingizda bemalol aytishingiz mumkin. Menimcha qo'shiqlar doim qanday holatda bo'lsa ham bu ohanglar yuraklarga yetib boradi. Albatta. Rahmat. Bajonida. Olamni saqlang do'stlar, odamni saqlang do'stlar, olamni saqlang do'stlar, odamni saqlang do'stlar, ona tilidan tushmas, bolamni saqlang do'stlar. Ona tilidan tushmas, bolamni saqlang do'stlar. Osmonni saqlang do'stlar, insonni saqlang do'stlar. Shunday muattar dilbar, zamonni saqlang do'stlar. Shunday muattar dilbar, zamonni saqlang do'stlar. Ko'rmas bu dunyoga qanotning yarog'i ham, nar ko'rmas urushlarning sovug'i qaynog'i ham. Tinchlik to'tiya qolsin, tinchlikda hayot bazmi, do'st qolsin giyoh qolsin, do'stlikda najot bazmi. Do'st qolsin giyoh qolsin, do'stlikda najot bazmi. Do'st qolsin giyoh qolsin, do'stlikda najot bazmi. Cennet haki hürmeti, Uşan namalım asker, Saldat haki hürmeti. Alemni saqlang do'stlar, alemni saqlang do'stlar.
beshikda go'dak ingrar, onani saqlang do'stlar. Beshikda go'dak ingrar, onani saqlang do'stlar. Beshikda go'dak ingrar, onani saqlang do'stlar. Shunday muattar dilbar, zamonni saqlang do'stlar. Shunday muattar dilbar, zamonni saqlang do'stlar. Zamonni saqlang do'stlar. Zamonni saqlang do'stlar. Olqishlar bo'lsin go'zal ijro uchun. Sizga tashakkurlarimizni izhor etamiz haqiqatda. bo'ldi va o'sha biz eshitishimizga qaraganda ustozni oldiga har bir borgan shogirddan hech ham qo'shiqlarini ayamas ekan. U shogird undan oldin borib studiyaga yozib, tayyor qo'shiq bo'lgan bo'lsa-da, lekin baribir shu ustozdan qani bir og'iz so'ray degan qo'rqinch bilan borishganida shogirdlari, "Yo'q, mayli aytaver, juda ham chiroyli aytibsan. Meni qo'shig'imni yana 100 yilga uzaytirding" degan fikrlarni bildirgan ekanlar. Shu darajada mehri daryo inson bo'lganlarmi? shunaqa. Mana shu ustoz bilan ustoz shogird an'anasi davomida o'zingiz uchun hayotiy olgan eng katta saboq va hali hanuzgacha mana shu o'gitlarini yodingizdan chiqarmay, hayotiy yo'lingizda, ijod yo'lingizda qo'llab kelayotgan bir o'gitlar bilan o'rtoqlashsangiz biz bilan ham. Ustozimiz bilan juda ham ko'p safarlarda, xizmat safarlarida, gastrollarda, boshqa joylarda, xalq xizmatlarida bo'lganmiz. Inson bilan har gaplashganingizda har bir gapidan o'zizga bir qanday desam o'rnak, yangi ibrat oladigan inson edi. Turishidan, bu odamning madaniyati, dunyo qarashi, bu odamning bir insonlar bilan muomalasi. San'atda endi gap bo'lishi mumkin emas. San'atda ham sahnada qanaqa tutishi odamlarga, lekin bu odam nihoyatda kichik ko'ngil odam edi. Alloh rahmat qilsin ustozimiz. Juda kichik ko'ngil, chiroyli muomalada, yaxshi u inson tanlamardilar-da bu inson. Yaxshi, qalbi ochiq, qalbi pok, daryo inson edilar-da. Har bitta gaplashganimiz maza qilardik-da. Gapimiz tugamardi. Va bu shogirdlarga ham yuqqanligini Albatta, mana bir joylarga borsak, albatta shu qo'shiq aytish bilan inson cheklanib qolish kerak emas. Qo'shiqda ham ayta bilish kerak, qo'shiqda aytishda ham aytishga yarasha o'zini yo'llari bor, boshqasi bor. Shuni singari. Lekin yoshlarga, shogirdlarga qanaqa nima qilish kerak, o'rnak bo'lish kerak. To'g'risida ham ancha gaplashib o'tirardik. Juda ham ko'p suhbatlar, endi qaysi birini aytishni ham bilmayman endi. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda o'sha o'zlarini yonida olib yuruvchi shogirdlarga birinchi navbatda o'sha xonanda nafaqat kuylay olishi, balki yaxshi soz ham chala olishi kerak deb o'sha o'zlarini eng yaxshi ko'rgan tor cholg'u asbobi bilan tanishtirib va mana shu cholg'u asbobini o'zingga eng qadrdon do'st deb bilsang, bu orqali sen juda ham katta bir marralarga erishasan degan so'zlarni aytib o'tardi degan bir gaplarni eshitganman. Menimcha siz ham mana shu o'gitlardan foydalangan holda o'zingizga mana shu torni ancha yillardan beri hamroh qilib olib yurasiz. Necha yillik hamroh menimcha qo'lingizga oladigan payt yetib keldi. Tor bizdan biroz xafa bo'lyapti. Bu tor endi juda ham tarix katta buni. Avvalambor men ustozimiz Nuriddin akam yonlarida soz chalib yurganman, yonlarida. Konsertlarda, zapslarimiz bor, televideniyalarda boshqa. Avval yoshligimizda tor chalib harakat qilganmiz. Yonlarida shunaqa ham qo'shiq aytardim, yordam berib, ham yonlarda soz chalardim. Ustoz bilan xizmatlarga borsak, boshqa joylarga borsak, ustoz bir piyola choy ichgunlaricha men qo'shiq aytib turardim. Hatto ishonasizmi, shu darajada bo'lardiki, bir joylarga borsak, sen bir juft qo'shiq aytib turgin, birar piyola choy ichib olay deganlarda, biz qo'limiz tegmadi-da. Ustoz bir piyola choy ichardilar-da, yana chiqardilar davraga.
biz yana davom ettirib ketardik boshqa. Xullas endi shunaqa bir ko'p yonlarda ko'p shunaqa tarixiy voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Endi aytishga endi ana endi esa vaqt sizdan soatlar. jonli eshitsak, ustozning qay bir qo'shiqlarini bizga chiroyli qilib kuylab bermoqchisiz? Xo'p, endi Nuriddin akani yaxshi qo'shiqlar, hammasi qo'shiqlari yaxshi, hamma qo'shiqlari. Menga nafaqat menga, butun O'zbekiston ahliga, menimcha qo'shni respublikadagi tinglovchilarga, muxlislarga ham o'sha eng qadrdon qo'shig'i bu Ajab sirlar qo'shig'i bo'lsa kerak menimcha. Juda ham yaxshi. Qo'shiqning birinchi notalari yo'q, ohanglari qalblarga singib ketganda, menimcha ana shu taronani yoki bo'lmasa o'zingiz tayyorlab kelgan Yaxshi. qalbingizga yaqin qo'shiq Hozir ijro qilib bersangiz. o'sha Nurmurod Narzillayev qalamiga mansub qo'shiqlari bor, Tashnahislar degan. Juda ham shirin qo'shiqlar, juda ham men yaxshi ko'raman. Shu yaxshi sevib ijro etamiz. Juda ham ko'p butun O'zbekistonda faqat mana boshqa viloyatlar ham, qo'shni davlatlar ham yaxshi ko'radigan qo'shiq. Bu narsa shuni ijro etib beraman. Marhamat. Marhamat. Rahmat. Hoppa. Tashnahislar isra tanho chizganimda bog' aro keldingu olib ketding halovatin dilrabo bilan salom yo'llay olib usul shoh sabab havolasin dillar aro samolarda bu sado nozik kulku nazokatda husni jamalim mening Dildarchasin çirkil asta Ateş mihrim payvasta Salinga şu dedil Bu şirin canlı dastana Kullarında kemalak bu Quyosh tuzgan gül dastana Tushib osmonda boqmish mamnun hayot bog'im chaman zorim ko'kda hilolim mening sayyoralar so'ralarmish o'zligim osmonlarda qoldirmayar aslo mani shubha-i gumonlarda ketmay yana bu olamdan alamli armonlarda sevgimizning ardoqlaylik kimrli bo'stonlarda muhabbatim umrim naqshi o'tli solim mening muhabbatim
naqshi o'tli visolim mening o'tli visolim mening Olqishlar bo'lsin. Go'zal ijro uchun sizga rahmat deymiz. Haqiqatda o'sha soz bilan xonanda yana ham bir hamnafas bo'lgan holda butun bo'ladi deyishadi. Haqiqatda buni isbotini mana ko'rdik. Rahmat deymiz. Marhamat, joyiga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Sizga Juda chiroyli xalal ijro bermasin bo'ldi. suhbat jarayoniga. Endi Abdumajid aka uzoqdan keldingiz. Ovozingiz juda ham chiroyli va ustozning qaysidir ohanglari sizning ovozingizda mavjud ekanligini ko'rdik. Endi ustoz haqida qancha ko'p gapirsak shuncha arziydi va o'sha ustozning qo'shiqlarini, kuylagan qo'shiqlarini eshitganimizda shunga amin bo'lamizki, unda bog'lar bor, tog'lar bor, daryolar bor, insonlar bor. Umuman hamma narsani qurshab olgan va hozir ham tinglanganda qalblarga yetib boradigan qo'shiq. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun mana shunday qo'shiqlar hozirgi kunga qadar mana hozir milliy estrada qo'shiqlarimizni kuylangan qo'shiqlarni eshitganimizda endi baribir uni eshitamiz, qanchadir muddatdan keyin yodimizdan chiqadi. Lekin hozir siz kuylagan qo'shiqlarni beixtiyor ichimizda o'zimiz ham hirgoya qilib o'tirdik. Siz aynan ustozga bo'lgan mehringizni nimada ko'rasiz? Avvalo ustozimiz yana bir joylar jannatda bo'lsin deymiz. Bugun mana eslayapmiz xotira. Qolaversa shu ustozni avvalo men duo olishimga menga ko'p odamlar yo'llanma bergan. Endi unga yetishishni o'zi bo'lmadi, biroq shu kunga yetib kelganimda boya sizlar aytganingizdek xonadonga kirib bordik, bizlarni o'g'illar Aybekjon kutib oldi. Ustozimiz ichkarida o'tirgan ekan, shuni kirdik. Shu bilan salom berib kirsak, bizlarni qarshi olib kutib oldi. Men bilan bir to'g'risini aytsam, bir 20 yil, 30 yil birga yurgandek, shunday kutib oldi bizlarni. Men boya siz aytganda hayajonda kirdim, qanday kutib olar ekan, nima der ekan, rad javob berarmikin, uni o'ylab kirdim xayolida. Kirsak shundaqa kutib oldi. Endi men o'zim haligacha tasavvur qilolmayman. Shuning uchun avvalo ustozim joylari jannatda bo'lsin, yana bir bor. Qo'shiqlarga kelsak, o'tirib savol-javoblar uyushtirdik. Shunda qo'shiqlaringizni sizni so'ramagan holda ham aytib yuribmiz to'ylarda deb aytsam, bemalol menda unaqa narsa yo'q. Qo'ldan kelgancha faqat bitta iltimosim bor. Qo'shiqlarning so'zlariga e'tibor berib buzmagan holda doimo aytishinglarga men tilakdoshman. Hech qachon men sizlarga yo'qni aytmayman. Mana farzandlarim ham shunga men o'rgatganman deb shu narsani aytib o'tdi. Qolaversa buni va aytgan ustozimiz o'qindagan samimiyligi, albatta qalbida kibr yo'qligini men sezdimda. Ustoz to'g'rimi? Shunaqa inson ekan, men bitta ko'rganda bildim insonni. Shunaqa tilla inson ekan, to'g'risini aytganimiz o'zimiz tilimizda. Men shu insonni shogird bo'lganimdan xursandman. Mana qo'shiqlar haligacha hali hanuz bizlardan keyin ham xudo xolasa bundan so'ng davom etadi degan umiddamiz. Negaki ilhom bilan yurakdan aytilgan qo'shiqlar hech qachon men qarimaydi deb o'ylayman. Negaki qizg'anmaslik xislatlari ham bor ekan, men shunga ham bir to'xtalib o'tsam, shunchalik bag'ri keng insonligini sezdim demoqchi. Bugungi kunda mana shu o'sha qo'shiqlarning asl mualliflari o'sha yosh ijodni boshlagan iste'dod egalari bilan talashayotgan holatlarni ko'rib ustozga bo'lgan mehr muhabbatingiz yanada kuchaygan bo'lsa kerak. Va biz hozir qisqa tanaffus qilamiz, chunki bizda o'sha reklama blogi bor, o'tkazib olamiz. Ana undan so'ng suhbatimizni mana shu joydan go'zal qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Marhamat. Rahmat. Beparvoda kelar sanam, kuydirmoqni bilar sanam.
beparvoda kelar sanam kuydirmoqni bilar sanam zimdan qarab nim xo'rsinib ixtiyoring olar sanam ixtiyoring olar sanam ajoyibdir tamannosi tamannosin bor manosi ajoyibdir tamannosi tamannosin bor manosi sen etmay shaydolarin dod qandaylarda yelar sanam sen etmay shaydolarin dod yelar sanam beparvoda kelar sanam kuydirmoqni bilar sanam beparvoda kelar sanam kuydirmoqni bilar sanam zimdan qarab nim xo'rsinib ixtiyoring olar sanam ixtiyoring olar sanam ko'zing tushsa jilvasiga ilintirar ishvasiga ko'zing tushsa jilvasiga ilintirar ishvasiga mo'minlarni lol qoldirib dod yana yo'lda yelar sanam mo'minlarni lol qoldirib dod yana yo'lda yelar sanam beparvoda kelar sanam kuydirmoqni bilar sanam beparvoda kelar sanam kuydirmoqni bilar sanam zimdan qarab nim xo'rsinib ixtiyoring olar sanam ixtiyoring olar sanam ixtiyoring olar sanam Olqishlar bo'lsin. Joyingizni egallab olishingiz mumkin va ungacha esa biz kun savolini yana bir bora qaytarib o'tamiz. Shunday ekan, mutafakkir olim, tabib Abu Ali ibn Sino shunday degan edi. Hakimning 3 quroli bor. Ana shu 3 qurol nima? Hakimning 3 quroli bor va mana shu 3 qurol nima? Mana shu savolni sizga dastur avvalida savol sifatida taqdim etgan edik. Sizda agar javoblar bo'lsa, bizga bemalol jonli qo'ng'iroq orqali bog'lanishingiz mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga ham yozma ravishda yozib yuborsangiz, biz uni o'qib eshittiramiz. Albatta 71 kodi bilan 244 13 32 raqamlari faoliyatida qo'ng'iroq qiling va biz jonli efirga olib chiqamiz. Jonli efirda siz bilan jonli tarzda suhbatni amalga oshiramiz. O'ylaymanki, dasturimiz sizga manzur bo'lmoqda. Kuningizni zavqqa to'ldirish uchun 2 nafar boshlovchi qolaversa, oyna ortidagi 10 nafarga yaqin ijodiy jamoamiz zahmat kechishmoqda. Shunday ekan, mana shunday holatda davom etamiz. Adashmasam bizda qo'ng'iroqlar bor edi. Qo'shiq jarangi ostida qo'ng'iroqlar tovushini eshitdim. Agar ularni olmagan bo'lsangiz, hurmatli tomoshabin, yana bir bora bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Albatta. Va biz sizning javobingizni eshitamiz va bilasizmi, dasturimiz juda ham chiroyli o'tyapti. O'sha suhbatdan keyin bir ajoyib kuy, yana suhbat va yana chiroyli qo'shiq bilan davom etgan suhbat har doim manzur bo'lgan tomoshabinlarimizga. Ayniqsa mana shunday ajoyib
qo'shiqlar, ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini eshitish o'sha insonlarni yoshlik damlariga qandaydir olib kiradi, bilasizmi? Albatta. Va Bizda esa qo'ng'iroq bor ekan, qabul bor qilamiz. ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kuningiz xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz. Kim qayerdan? Jasurbek. Men Fayzulman. Bor bo'ling, bor bo'ling deymiz. Ochig'i sizni ovozingizni eshitganimizdan xursandmiz. Hamkasblarimizdan Hayajonlanib ketyapsiz. shu jonli efirga hamkasbimiz bizga qo'ng'iroq qilib bog'lanadilar, shunchalik e'tibor bilan, ayniqsa boshqa bir joyda safarda bo'lgan paytliklari biz bundan ochig'i xursandmiz. Yaxshimisiz? Taassurotlari qalay? Yaxshimisizlar efirlar bilan? Rahmat deymiz. Yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Tasvirga olish jarayonlari yaxshi ketyaptimi? Yaxshi, rahmat. Sizda nazarimda javob bor. Insonlarni qaytarib olasizlar. Qaytaraman. Hakimning 3 quroli bor. Ana shu 3 qurol nima? Bu tabib Abu Ali ibn Sino shunday degan edi, jumlalar bilan boshlangan. Agarda bilmasangiz xavotir olmang, sizni g'olib deb atay qolamiz, chunki bizga qo'ng'iroq qilganingizni o'zi bir jasorat. Hakimning 3 quroli bor. Ha, Men qanday? o'ylagan holda ibn Sino agar shunday fikrlar ilgari surgan bo'lsa, xo'p, birinchi navbatda insonni davolovchi narsa bu so'z deb o'ylayman. Yaxshi so'z bilan aytishadi-ku, inon inidan chiqadi. Yaxshi so'z bilan davolash osonroq bo'ladi. O'sha psixologik jihatdan yordam bera oladi va navbatdagi variantlarim ikkita narsa, ya'ni ikkitasi qolgan bo'lib to'g'rimi? Aha, ikkinchisi? Xo'p. So'z bo'lsa, albatta o'sha dori vositalari, endi u paytda dori vositalari bo'lmagan, keyin giyoh deymiz uni. Yo'q. Giyohlar, o'sha shifobaxsh giyohlar nazarda tutatyapman. Va Yana uchinchisi? uchinchisi. Quroli bor. Demak, u paytda ham o'sha jarrohlik amaliyotlari amalga oshirilgan. Nazarimda o'sha jarrohlik o'sha anjomlaridan biri bo'lishi mumkin deb o'ylayman. tig' demoqchisiz, chunki o'sha u paytlarda shunday ishlatilgan. Rahmat, javobingizni inobatga oldik. Dastur so'ngigacha tomosha qilib tursangiz, to'g'ri topganingizni yoki noto'g'ri topganingizni bilib olasiz. Nima bo'lganda ham sizni mana shunday qo'ng'iroq qilib bizga bog'langaningiz uchun tabriklaymiz va rahmatlarimizni izhor etamiz. Mana shu tasvirga olish ishlari bilan charchamang deymiz. Rahmat, kuningiz zavqli o'tsin deya biz studiyaga qaytamiz. Suhbatga kirishamiz. Rahmat ishtirokingiz uchun va bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga ham yuzlangan bo'lar edik. Sizda ham javob variantlari bo'lsa qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi va ana endi esa o'zingizni o'sha ijodiy faoliyatingizga sho'ng'isak. Bugungi kunda nimalar bilan bandsizlar? Qanday yumushlar bilan? Ijod olamida nima gaplar o'zi? Bugungi kunda men O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida Milliy qo'shiqchilik kafedrasida ishlab kelyapman. Ustozdan olgan bilimlarni shogirdlarga yetkazish bilan olgan orasiz. bilimlarni yana undan tashqari ustozlar bilan birga ishlayapmiz. O'zbekiston xalq hofizlari, O'zbekiston xalq artistlari, mana O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq artisti Xayrullo Lutfullayev, Olon Mirzo birga ishlaymiz. Safar Ahmadjon akam Dadayev, Ahmadjon akam Shukurov, Mashraf akam Ermatov, Beknazar aka Bekmurodov va xalq hofizlar. Bizni kafedramiz nihoyatda nufuzli kafedra. Juda ham bir darg'alar o'sha Darg'alar, yig'ilgan juda san'at o'sha, darg'alari hozir. Xalq hofizlari xizmat ko'rsatgan xalq artistlari butun shu institut bo'yicha alohida o'ringa ega. Aynan Nufuzli, sizlarning kafedrangiz. Ayniqsa, shuning uchun yaxshi o'quvchilari, yaxshi ovozli o'quvchilar keladi. Qo'ldan kelganicha shularni ijodini, qo'shiqlarni yaxshi aytishga harakat qildirib, noto'g'ri joyda aytgan joylarni to'g'rilab, ustozlar bilan birgalikda shunaqa ishlar olib boryapmiz hozir. Albatta, nima deb o'ylaysiz, o'sha bugungi kunda kelayotgan yoshlarning orasida bormi mana shunday bir o'lmas asarlarni qoldiradigan insonlar? Bor. Hozirgi kunda bor, shunaqa bolalar bor, lekin ularga qanday desam, rag'bat kerak. Va to'g'ri yo'naltirish kerak. To'g'ri yo'naltirish kerak. Chunki hozir mana shu estrada varianti chet davlatdan kirib keldi. Baribir, lekin biz o'zimizning milliy qo'shiqchiligimizni eshitib maza qilasizda. Shunga biz aytamizki, bolalar, oldin fundament deymiz-ku. Fundament yaratib olish kerak. Klassikalar, mana lirikalarni ustozlar aytgan xalq qo'shiqlarini, milliy qo'shiqlarda
u keyin u narsalar u keyinchalik bo'laradi. Chunki oldin fundament tayyor qilib baquvvat qilib olgandan keyin hammasi sekin-sekin etap bo'laradi. Zinama-zina hammasi davom etadi. Bizni studiyamizga har doim ham o'sha sozandalar bilan jo'rlikda mehmonlarimiz tashrif buyuraverishmaydi. Shundan ekan bu fursatdan foydalangan holda o'sha nonushta atrofida bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizni har deb so'zlar orqali ularni zeriktirib qo'ymaylikda, chiroyli milliy ohanglar orqali ularning ishtahalarini yanada bir ochaylik. Menimcha yana bir qo'shiq eshitish fursati keldi. Ustozlarning qo'shiqlaridanmi? Aha. Endi bugun ustozimiz bo'lganlarida bugun mana shu kunda 80 yoshni qarshılagan bo'lardilar, Alloh rahmat qilsin. Endi tug'ilgan kunlarida ham borib maza qilib gaplashib o'tirar edi. Endi u yoqdan Andijondan butun viloyatlardan mehmonlar kelishar, telefonlar bo'lardi. Endi juda ham bir oshna og'aynilar, qadrdon do'stlar kelardi. Juda maza qilib o'tirardik. Ana shu davralarda baribir bilamiz ijodkorlar o'zlarini davrasida ham o'zlari yoqtirgan qo'shiqlarni aytib, ijro qilib eshitib o'tirishadi. Ana shu joyda ijro qilingan qo'shiqlardan bo'lsa, menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Marhamat. Akkuş kanatingni yap Ağuşinga al meni etaylik parvaz hayat olsun saz Akkuş bir-birimizni etaylik izaz chunki bu umr birgadir az Juda maromiga Ey olqishlar bo'lsin. Ha, bu qo'shiqlar, bu asarlar yillar o'tgan sari o'sha qalblardagi muhabbatni kuchaytiradiki, hech qachon kamaytirmaydi. O'sha sog'inchni his qildik bu qo'shiqdagi ohanglarga nisbatan. Va dasturimizda davom etamiz. Sizga ham yuzlansak, mana bugun mehmonsiz. Ijod olamida nima gaplar? Yaxshi kunlarda xizmatdasiz ustozlarning qo'shiqlari bilan.
Avvalo yurt elda xizmatdamiz, to'ylarda, yaxshi kunlarda, bayramlarda, hashamlarda. Qolaversa men o'zim davlat ishida ishlayman. Men o'zim Qozog'iston, Chimkent shahri, Sayram diyorindanman. Ko'p ko'rsatuvlarda aytib o'taman bu narsani, lekin Sayramda aylangan salomlar. Avvalo sizlarga Qozog'iston, Salomat O'zbekiston bo'lsin. jipslashib, ko'priklaringiz bundan mustahkam bo'lsin Allohdan so'rayman. Va aytganimdek davlat ishidaman, muzika yetakchisi bo'lib ishlayman. Chimkent agrar texnik kollejida u yerda bizning boshchilarimiz bor. Mars Atamtoy o'g'li boshchiligidagi barcha shu kollektivlarimga minnatdorchilik bildiraman. Negaki bizlarga shu narsaga vaqt yetkazib imkon yaratib berayotgani uchun avvalo ular Allohdan mustahkam sog'lik tilayman. Bizlarga doimo boshchi bo'lib, bizlarni to'g'ri yo'lga boshlab, mana shu ishlarimizda Alloh baraka bersin. San'atda mana shunday yaxshi kunlarda diydor ko'rish, mana bugun Muhimdagi ham ustoz, buni ham insonni ham ustoz deb bilaman o'zimga. Negaki meni ustozimning yonida yurgan inson mana shu bir ustozday. Negaki ustozim bilan boya eslab o'tdik, ko'p yillar birga chalg'u asboblar bilan shu yerda birga xizmat qilgan. Mana shularni eshitib, shu insonlar bilan tanishganimda xursandman. Akam bilan bugun tanishdim. Sizga ham Alloh mustahkam sog'lik bersin. Sizlar bilan tanishdik mana. Eng keragi san'at gullab yashnaversin. Ijoddan to'xtamaylik. Ustozlarning qo'shiqlarini ko'p o'rganib, Xudo xolasiga sizlarga, xalqqa yaxshi yetkazib yurishda Alloh bizlarga doimo yo'l bersin. Ijodimiz to'xtamasin deymiz. Endi hayajondan albatta o'sha o'zingizning yurtingizda o'sha insonlarning yaxshi kunlarida xizmatdasiz. Aynan xizmatda bo'lganda ham o'sha O'zbek milliy kuylarini milliy kuylari bilan xizmatdasizda. Qanday qabul qilishadi? Aynan siz ustozning qo'shiqlarini ijro qilasiz ana shu yaxshi kunlarda. Ularning qiziqishlari qanday ustozning qo'shiqlariga? Ben ustozimiz aytdi, mana qo'shni davlatlarda ham bizning ustozimiz o'rniga hamroh buni yaxshi tinglashadi. Negaki qozoq bog'larimiz ham kelaversa, qolaversa bizlarni mana shu qo'shiqlarimizni, ustozimiz qo'shiqlarini talab qiladi, to'ylarda so'ranadi. Ayniqsa men aytdik-ku, ajab sirlar, mana olamni saqlang qo'shiqlari ko'p. Undan oldin Saba kelib qo'shiqlarni aytib o'tdik bizlar, mana Oltin meros fondiga yozildi. Xullas ustozimizni yaxshi qabul qilishadi, yaxshi eslashadi, xotirlashadi. Shunday insonni shogirdi bo'lganidan ular ham o'zlarini bir maqtan tutishadi deb o'ylayman. Albatta. Xuddi shunday. Hozirgi xonandalar orasida Nuriddin Hamroqulovlar bormi? Endi siz ko'proq dars o'tasiz, siz ko'ra bilasiz. Endi ajoyib savol bo'ldi. Lekin aytishim qiyin. Chunki Yillar san'atdagi bir qobiliyat yillar davomida Albatta, shakllanadi, shakllanib rivojlanadi ustozlarning to'g'ri yo'l ko'rsatishlari bilan. Xabaringlar bo'lsa, o'sha Andijondagi o'sha paytda endi Oxun Boboyev nomidagi teatr bo'lardi. Hozir Bobur nomidagi teatrda ham ishlab, har Rol ijro etardilar, ham ham ariyalarni ijro etganlar. Endi bularda haligi Nuriddin akam ustozlari mana O'rim akam, Nuraliyevlar, O'zbekiston xalq artistlari juda ham endi darg'alar ishlashgan o'sha davrlarda mana Abbos Bakirovlar davrida birgalashib ishlashgan. Juda ham katta u paytda endi hali SSSR xalq artistlari bo'lardi. Endi juda ham katta nimalar bo'lgan bular. O'sha yerda bular Nuriddin akamnikidaqa ovoz hali hech kimda yo'q. Yo'q, ha. Yo'q. Endi kichkina o'g'illarda bor, Doniyorda bor. Lekin endi bu odamdagi ovoz, bu diapazon, bu odamdagi shira, shunaqa bir qo'shiqlarni aytib turib, bir xil joylarda oshlarga borsa boshqa qilsa qo'shiqda aytadi, men yonlarida o'tiraman-da, menga mikrofonlar tutib qo'yadi-da. Men qo'shiq aytsam, mikrofon cho'ta past ishlayotganga o'xshardi. Tortmayotganga o'xshardi. Shunaqa tembri ham balandda, bu bir gapirganda ham ajoyib bir avjilarda ham bir g'alati bir o'zlariga yarasha sehri bor edi. Ovozlari bor edi. Endi bunaqa ovoz endi hayronman. Ham ularda vaqt taqsimoti ham juda ham chiroyli yo'lga qo'yilgan bo'lgan. Siz aytyapsiz-ku, shu teatrlarda ham hattoki rol ijro etib, xalq xizmatlariga ham yetib borishga ulgurgan. Lekin o'sha vaqtlarda ularning shogirdlari ham ular bilan shu hamnafas tegma-teglikda ketishga harakat qilishgan ekan, chunki telefon qilibmi yoki umuman so'rab surishtiribmi, hozir ustoz qayerda, qaysi to'y xizmatida, biz boraylik, ko'raylik, ularni o'rganaylik degan o'sha shogirdlari ham bo'lgan. O'sha shogirdlar orasida siz ham bo'lgansiz. Ustoz shogird analarida o'sha faoliyat olib boruvchi maskanlar ham qo'yib berganda, misol uchun o'sha ertalabdan uyg'ondimi, shogird ustozning oldiga boradi, kunni birga boshlashadi, kechga tomon qayerga borsa birga borishadi-da. Biz oldin men Andijondagi o'sha paytda To'xtasin Jalil nomidagi muzika uchrashuvi bo'lardi, endi Soyuz paytida, endi kollej.
o'sha yerda o'zi nima spesim doira edi. Doirani tugatganman o'zi. Ustozni qo'shiqlar muhabbat bilan yaxshi ko'rib, o'sha paytda filarmoniyalar oldin Toshkentda hamma butun qo'shiqchilar Toshkentga mujassam bo'lgan keyin hammani o'zini nima viloyatlarga bo'lib yuborgan. O'sha paytda Nurnikin mana ustozim rahmatli Sherali Jo'rayevlar ko'p xonandalar Andijon filarmoniyasiga borib ishlaganlar. Darsdan bo'shab borardim. Borib teatrdan keyin filarmoniyaga o'tganlarda konsertga. Nima ishga. Undan keyin o'sha yerga borganda lekin darsdan keyin ularda repetitsiya jarayonlarini ko'rardim. Endi bolalarim o'tirib shunaqa ishlashardi. 5-10 ta bolalar shunda mikrofonlarni qo'yib, instrumentlarni qo'yib hamma yoqda. Endi bunaqa tayyorgarlik juda ham qiyinda hozirgi. Xotlab, ertalab mana как ishga kelasiz-ku. Ertalab 8 dan boring 6 gacha. 8 dan 6 gacha ishlashardi bular. O'shuning uchun mana muzikalar chiroyli chiqqan. Hozirgacha mana odamlarga yoqib kelyapti. O'ylaymizki, mana shunday ustoz shogird an'analari davomiy bo'lsin. Bugungi kunda ham buni yo'lga qo'yish kerak va turli shu maskanlarda faoliyat olib boruvchi ustozlar menimcha o'sha maskanlariga ham shogirdlarni yetaklab borgan holda saboqlarni to'laqonlicha o'rgatsin deymiz va suhbat so'ngida aytar so'zlar bo'lsa, mazmunli suhbat bo'ldi. Go'zal ijrolardan bahramand bo'ldik. Marhamat, xayrlashib olishingiz mumkin. Avvalambor sog' salomat bo'linglar. Ustozimiz Alloh rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Baxtimizga ayamiz sog' salomat bo'lsinlar, farzandlari, oila a'zolari, hammamiz oila a'zolarimiz sog' salomat bo'lsin. Mana shunaqa diydor ko'rish tezda nasib qilsin, tezda. Abdumajid salomat bo'ling, siz ham oilangizga fayz baraka, farzandlaringizni baxt oqibatlarini ko'ring, safolaringiz bexatar bo'lsin. Tezda kelib turing. Marhamat, sizda ham aytar so'zlar salomat bo'lsa. bo'linglar. Men bir narsani eslamoqchi edim. Boya aytdingiz, doirada men ham o'z doiraga qiziqib, doiradan boshlaganman-da, shu paytda endi qo'shiqchilikka bir harakat qilib qo'shiq aytishni boshlaganimda bir ikkita endi insonlar qo'shiqchilikda senga chiqmaydi degan insonlar ham bo'lib o'tgan, biroq bugungi kunga kelib mana Alloh nasib qilib xalqimizning duosi bilan shuncha natija bo'lib shu ustozlarni o'g'iti bo'lsa kerak. Qarasam shu Nuriddin akamni duolari ham ijobat bo'lgan boisi mana shunchalik sizlar bilan tanishib, mana O'zbekiston bilan aloqa qilib o'zimiz garchi uzoq bo'lsak ham qalban yaqinligimiz mana o'zi isbotlanib turibdi. Shuning uchun yana bir bor sog' bo'linglar, ijodinglar sizlarga ham baraka-molik tilayman. Xudo xolasa yaxshi kunlar bo'lsa chaqiringlar. Qo'ldan kelgancha ustozimiz hurmatiga, oilasi hurmatiga kelib, sizlar uchun chiroyli qo'shiqlar aytib ketishni Alloh nasib qilsin. Kelganingiz uchun Sayramlarga boringlar, biz tomonga ham Albatta, Xudo xolasa albatta. Qanday yaxshi kunlar bo'ldi. bo'lsin. Didor G'animat deb bejiz aytishmagan. Va biz dastur avvalida kun savoli taqdim etgan edik. Mutafakkir olim tabib Abu Ali ibn Sino shunday degan edi: hakimning 3 quroli bor. Bu so'z, giyoh va tig'. Va mana shu savolimizga bizning hamkasbimiz Fayziddin Muhiddinov to'g'ri javob berdilar va ularga bizning dasturimiz muallifi tomonidan sovg'a alohida bor va kelganingizdan keyin sovg'angizni qabul qilib olasiz. Azizlar, biz sizlar bilan har doimgidek xayrlashgimiz kelmaydi, lekin dasturimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti. Har doimgi aytadigan so'zlarimiz dunyo go'zal va mana shu go'zalliklardan bahramand bo'lib yashang deymiz. Kelasi dasturlarga qadar o'zingizni ehtiyot qiling. Albatta, qay bir manzilda bo'lmasin, Nurafshon telekanalini tomosha qilayotgan barcha vatandoshlarimizga samimiy minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Doimo quvonch, baxt, samimiyat sizga hamroh bo'lsin. Maqsadlar tomon bosilgan har bir qadam, goh u qadam katta bo'lsin, kichik bo'lsin, kun kelib albatta o'z samarasini beradi. Shunday ekan, maqsadingiz tomon doimo olg'a qadam tashlang deymiz. O'zingizni va yaqinlaringizni doimo baxtli kunlar uchun ehtiyot qiling. Omon bo'ling azizlar. Xayr.